Assalomu alaykum, hurmatli opa-singillar, obunachilar. Yaxshimisiz? Ko'p obunachilarimiz mana shu kartoshkani nimasi to'g'risida parvarishini har doim ko'rsatib boring deb yozishgan edi. Shuning uchun endi shunga qiziqqan obunachilar uchun yana kichkinagina rolikcha tayyorlamoqchiman. Endi bu qiziqmaganlar uchun muhim emas. Qiziqqanlar uchun, so'raganlar uchun mana hozir azot o'g'itini, mineral o'g'itini solganimizdan keyin 11-aprel kuni azot o'g'itini solib, chopib qo'ygan edik. Mana oradan 2 kun oshiqroq muddat o'tdi. Bugun 3-kuni mana sug'orib qo'ydik. Mana juda ko'p sug'ormadik mana. Mana shu tepasiga mana chiqib ketmaydi u pastdan mana. Bu tomoni ham shunaqa mana. Mana bu tomonda mana. O pastda. Hali tepasigacha ancha joy bor. Mashuncha qilib mana sug'orib qo'ydik. Shunaqa deyilgan ekan. O'zi kartoshkani shunaqa holatda sug'orish kerak. Agar mana bu joygacha suv chiqib ketadigan bo'lsa, mana bu suv qurigandan keyin yer tortib olgandan keyin suvni quriydi-da bu joy. Juda ham qattiq bo'lib ketadi. Keyin kartoshkani nimasiga xalaqit beradi. Katta bo'lishi qiyin bo'ladi, rivojlanishiga xalaqit beradi. Shunaqa so'zlarni ham topa olmay qolaman o'rtoqlar ba'zida. Shuning uchun mana past-pastdan yugurtirib sug'orib qo'ydik. Mana hamma qatorlarni. Mana ancha dorilarni solganimizdan keyin kartoshkada o'zgarish ancha yaxshi. O'zgarishi baribir kundan kunga bilinadi-da. Sug'orsangiz yana bir o'zgaradi, chopganingizda yana bir o'zgaradi. Mineral o'g'itlarni berganingizda yana holati yana o'zgaradi. Mana qarang. Mana shu suv mana shu joydan tursa tepalari yumshoq bo'lib turadi-da. Suv tagidan boradi-da tomirlariga. Yerni yana ham yumshatib beradi-da. Kartoshkalarni katta bo'lishiga yaxshi bo'ladi. Yaxshi sharoit yaratiladi. Ana topdim o'rtoqlar. Shunaqa so'zlardan ba'zi topolmay qolaman. Endi kartoshkamiz mana shunaqa holati yaxshi. Allohga shukr. Ish qilib mehnat qilsangiz, harakat qilsangiz, shunga yarasha Alloh beradi-da. Lekin tagida mehnat yotadi. Mehnat qilish kerak albatta. O'zidan o'zi hech narsa bo'lmaydi. Mehnat bor buni orqasida albatta. Mana o'sha 8-fevralda 4 qatorini ekkanmiz. 12-fevralda 4 qatorini ekkanmiz. Mana o'sha fevraldan buyon mana shu kartoshkani baribir o'z holiga tashab qo'yganimiz yo'q. Nima parvarishlayapmiz, qarayapmiz, e'tibor qilyapmiz. Xudo xolasa ertadan keyin o'z hosilini ko'rsatadi degan umiddamiz inshaalloh. Endi o'rtoqlar mana bu gulimga kelsak, gulim nimagadir ko'rinmayapti. Bu joyga mana shu joylarga giyargin ekkan edim. Ko'rinmayapti, yo ekishni bilmadimmikin o'rtoqlar, nima deysizlar? Giyargin gulini ekib parvarish qiladigan opa-singillar bo'lsa, maslahatingizni bersangiz menga, kommentariyada qoldirsangiz. Yo qanaqa holatda ekishni bilmadimmikin o'rtoqlar. Bugunni ekkanimga ancha bo'lib ketdi-da, lekin ko'rinmayapti. Shunga xavotirdaman-da. Mana qarang. Mana bu joylarga ham mana rayhonlarni qator qilib ekib qo'ygan edik. Bu joyda mana oq qotdi, qoralarni hammasini chumchuq nima qilib ketibdi. Qolib ketibdi. Sindirib mana maylarda qurib yotibdi. Mana bilmadim endi qanday qilib buni saqlarkanman. Endi u hovlimizning etagida ba'zi har doim ham bu joylarga kelishimiz qiyin. Mana bu joylarda ham xuddi shunaqa. Mana oq rayhonlar turibdi, qora rayhonlar yo'q o'rtoqlar. Chumchuqlar kallaklab ketibdi. Yana boshqatdan oralariga mana qarang, mana bu joyda bitta, ana bu joyda bitta qolgan, mana bu o'rtada ikkitadan qora rayhonlar bor edi, yo'q.
chumchuqjonlar olib ketishibdi. Mayli, endi ularga ham kerakdir-da. Nima deymiz endi? Xo'p deymiz-da, o'rtoqlar. Endi sizlarga pomidorlarni holatini ko'rsatsam. Pomidorlarim ham ancha o'zlariga kelib qoldi mana. Lekin telefonda unchalik yaxshi ko'rinmayapti. Holatlari yaxshi. Mana o'ziga kelib qoldi. Hozir bu tomondan quyosh tushyapti-da, shuning uchun yaxshi ko'rinmayapti. Mana ancha o'ziga kelib, mana o'zini tutib qoldi. Mana yaxshi. Holati yaxshi. Mana bu safar endi bu yil Volgograd ekdim. Mana Volgograd keyin cherry. Mana yaxshi ko'rinmayapti-da, lekin o'rtoqlar. Mana shunaqa gaplar. Endi kartoshkani parvarish bilan qiziqadigan obunachilarimiz bor ekan. Shular so'rashgan. Ko'rsatib boring. Hamma jarayonlarni deb so'rashgani uchun ko'rsatyapman. Mana bu qatorlar endi nima? Bu qatorlar bulg'or qalampirlari va achchiq qalampirlar. Mana bu joylarga baqlajon ekib qo'yganmiz. Mana baqlajon sekin o'ziga keladi. Juda ham nozikmi, bilmadim. Qarang. Mana shunaqa gaplar, o'rtoqlar. Mana bu joylarga mana bu gulni ekkan edim. Mana chiqibdi bu joydan. Mana bu joydan ham chiqibdi mana. Bu gulni nomi Gladiolusmi degan shunaqa edi. Lekin mana bu qatorga giyargin ekkan edim. Bu joydan ham hali chiqmayapti. Endi bananimiz ham hali ko'ringani yo'q. Bananimiz mana maytidan endi bolacha chiqyapti. Yana bolachalar chiqyapti, qarang mana. Hali lekin mana bundan hali o'sib chiqmadi. Bilmadim endi chiqarmikin, yo'qmikin. Hayronman. To'g'ri. Lo'yalarimiz chiqdi mana. Mana lo'yalarimiz. Mana hammasi chiqdi. Mana. Lo'yalar yaxshi. Lo'yalar chiqishdi. Mana yana kartoshkalarni ko'rsatib qo'yay. Juda chiroyli mana. O'ti yo'q hozircha endi. Hozircha o't ko'ringani yo'q. Aydan-baydan ko'rinib qolsa, yulib tozalab qo'yapman. Chiroyli holati. Chiroyli mana kommentariyalar yozibsizlar. Rahmat, hurmatli opa-singillar, opajonlar, singiljonlar. Hammalaringga rahmat. Kommentariyalaringizni o'qib, men ham sizlarning kommentariyalaringizdan kuch olaman-da. Shahzodaxon, yaxshimisiz? Charchamay yuribsizmi, ishlayapsizmi? Charchamang, sog' bo'ling, hamisha Allohning panohida bo'ling. Niyat maqsadlaringizni Allohim hosil qilsin. Har doim har joyda omon bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Ajoyib chiroyli kommentariyalar yozasiz. Alloh rozi bo'lsin sizdan ham. Arofatxon, siz ham yaxshimisiz? Siz ham ajoyib chiroyli kommentariyalar yozasiz. Sizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Arofatxon singiljon, tan joningiz sog' bo'lsin. Hammalaringga rahmat. Toshkentlik Muqaddasxon opam, Toshkentlik Shirin xolajon akkauntida chiqadilar. Yana kimlar? Ko'p hozir esimga kelmaysizlar. Malohatxon, Nasibaxon, Nodiraxon, Manzuraxon. Xullas, yana ajoyib ismlaring bor, chiroyli. Hozir yodimga kelmayapti. Hurmatli opa-singillar, hammalaringdan xursandman. Tan jonlaringiz sog' bo'lsin. Oilangiz tinch bo'lsin. Farzandlaringiz o'qimishli, din diyonatli,
yaxshi insonlar bo'lsin, solih farzandlar bo'lsin. Ilohim. Mana bugungi roligimiz mana shulardan iborat. Yana efir orqali ko'rishib, suhbatlashguncha hammalaringiz omon bo'ling, sog' bo'ling. Barchangizga oilaviy tinchlik, xotirjamlik, osoyishtalik, ofiyat tilayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.